Zaynab, bir kunda rus tilini o'rganishim kerak. Ish topdim, Zaynab, ertaga suhbat rus tilida bo'lar ekan. Nima qilaman? Yordam ber. Toming joyidami, Ovsarxon? Shuncha sudramasdan o'rgansang bo'lmasmidi? Qanaqa bir kunda o'rganasan endi? O'l bu kuningdan. Zaynab, shu safar yordam bergin. Va'da beraman, shu ertadan rus tilini o'rganishni boshlayman. Qara lekin, aniq ertadan o'rganishni boshlaysan. Va'da beraman. Menda bitta ish suhbatlaridan o'tish uchun zo'r chek-list bor. Kanalga yuboryapman. Ish so'zini yozib qoldirgin, kommentariyda senga ham tashab qo'yaman. Ichida rezyume tuzishdan tortib, ish suhbatlarida tushadigan eng aktual savollargacha qanaqa javob berishgacha tushuntirganman. Voy, Zaynab, rahmat, oldim, juda zo'r. Yaxshiyam bo'lsali. Men ketib tayyorlanay. Shoshma. 5, 6, 7 mart kunlari Telegramda rus tilini noldan boshlab o'rganmoqchi bo'lganlar uchun bepul onlayn dars qilyapman. Обязательно qatnashgin. Ovsarxonga o'xshaman, bor ket. Kanal silkasi profilim shapkasida ulanib olinglar. Darsda ko'rishguncha.